Oilaviy yaxshi ko'rib yeydigan pitsamizani hozir sizlarga o'rgatib qo'yaman. Ungacha siz videoga like bosib, saqlanib qoling. Birinchi ishimizni iliq sut ustidan shakar, dro'jji, tuz solib, bir aralashtirib, aylangan un ustiga solamiz. Ketidan yog' solib, yumshoqqina xamir tayyorlaymiz. Oshirishga yarim soatga qo'yamiz. Sous uchun mayonez va ketchupdan foydalandim. Oshib tayyor bo'lgan xamirlarimizni pergament qog'oz ustiga solib, dumaloq qilib yorib chiqamiz. Pitsa nachinkasi uchun o'zingizlar xohlagan, yoqtirgan kolbasa va go'sht mahsulotlaridan foydalansanglar bo'ladi. Hamma o'zini tabiga qarab qo'shib. Pitsa uchun men sosiska va kopchoning kolbasadan foydalandim. Birinchi qavatiga har doim sir solaman va oxirida ustiga ham sepib chiqaman. Shu usulda tayyorlangani ko'proq yoqadi. Bu safar sal boshqacharoq qilib ustiga rayhon ham soldim. Rayhon qo'shsa yana ham mazali chiqargan. Sizdan bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ring. Pizzamiz tayyor, hammaga yoqimli ishtaha.